Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Windows faylini originalini yuklashni o'rganamiz hamda nimaga aynan Windowsni originalini tanlash kerakligi haqida ma'lumot berib o'taman. Bugungi video darsimizni savol-javob hamda muammoga yechim ko'rsatish bilan boshlaymiz. Birinchi navbatda savol tug'ilishi mumkin: nega aynan Windowsni originali kerak bizga? Ko'pchilik mutaxassislarning fikricha Windowsni faqatgina originalni o'rnatish kerak bo'ladi, chunki biz boshqa yuklab oladigan har xil sborkalarda biz uchun kerakli funksiyalar olib tashalgan bo'lishi mumkin. Masalan, oddiygina misol, ko'pchilik sborkalarda Microsoft Store dasturi olib tashalgan bo'ladi. Bundan tashqari, turli xil sborkalar yaxshi chiqmagan bo'lishi yoki unda ortiqcha kodlar, ya'ni virusli, zararli bo'lishi mumkin degan turli xil fikrlar mavjud. Lekin shunga qaramasdan sborkalarning ham ishonchli saytlardan olib foydalanishingiz mumkin. Windowsni o'zimizga keraklisini tanlash bo'yicha alohida video dars bor. U orqali siz Windowsni bir qancha saytlardan turli xil usullar bilan yuklab olish, o'zingizga kerakli bo'lgan Windowsni tanlash bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Bugungi darsimizda Windowsni original faylini yuklashning bir qancha usullarini ko'rib o'tamiz. Birinchi usulimiz shunchaki qidiruv tizimiga Windows 10, masalan 10 kerak bo'lsa Windows 10 skachat deymiz va torrent faylini turli xil mana bunday saytlardan torrent faylini yoki to'g'ridan to'g'ri Windows o'z saytidan olishimiz mumkin. Mana bunda originalniy obraz degani bo'ladi. O'shani yuklab olishimiz orqali ham originalnisini olishimiz mumkin. Mana bunday saytlardan faqatgina originalniy belgilari borini yuklab olishimiz mumkin. Bu albatta ko'pincha ishonchli bo'ladi. Men hozirga qadar bir nechta saytlardan originalni yuklagan bo'lsam, hech qachon ortiqcha dastur yuklanmagan. Lekin ko'pchilik baribir originalnisi eng toza Windows Microsoft saytini o'zida bo'ladi deydi. To'g'ri, bu fikrga qo'shilaman, lekin bu saytdan yuklab olishda bir qancha muammolarga duch kelishimiz mumkin. Mana Windows 10 ni yuklaydigan bo'lsak, agar originalnisini yuklamoqchimiz va Microsoft saytiga kirdik, bu yerda to'g'ridan to'g'ri Windows faylini yuklash imkoniyati mavjud emas, chunki bittagina knopka bor, skachat средства сейчас degani bor. Bu sredstva orqali qandaydir o'zining dasturini yuklab oladi. Hozir dasturni yuklab olsin, bir nechta bosqichlarni ko'rsatib, nimaga bu usul bilan yuklamaslik kerakligini tushuntirib beraman. Mana dasturni yuklab oldi. Keling, nimaga bu dasturni tavsiya etmayotganimni tushuntirib bersam. Bu dastur orqali siz Windowsni faqatgina fleshkaga to'g'ridan to'g'ri yozishni tanlashingiz mumkin. Bu dasturni o'rnatishda albatta bu dastur bilan ishlashingiz uchun sizda doimiy internet bo'lib turishi kerak bo'ladi. Va bu dasturning yana bitta yomon tomoni, eng so'nggi versiyani xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham yuklab beradi. Balki sizga bundan biroz oldingi, balki 2004-yil chiqqan Windows 10 kerak bo'lishi mumkin, lekin buning imkoniyati yo'q. Bu dastur orqali to'g'ridan to'g'ri eng so'nggi versiyani fleshga ulangan bo'lishi shart. Men bu dasturdan ko'ra o'zimga kerakli Windowsni alohida fayl sifatida yuklab olishni va bir necha marotaba ishlatishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun keling buni yo'lini o'rgataman. Demak, birinchi yo'li mana shu saytni o'zidan ushbu saytga siz agar kompyuterda kiradigan bo'lsangiz, mana shu sredstva orqali yuklashni tavsiya qilaman. Agar siz smartfon orqali yoki boshqa operatsion tizim orqali kiradigan bo'lsangiz, unda yuklash imkoniyati mavjud. Buni kompyuterdan ham qilishimiz mumkin. Buning uchun shu sahifaga kirganimizdan so'ng mishkan o'ng tomonini bosib, prosmotr kod bo'limiga bosamiz. Va bizga mana bu joy kerak bo'ladi va bunda ko'rishimiz mumkin planshet hamda smartfon belgisi bor. Shunda shunchaki bosamiz va sahifani обновление beramiz. Bu orqali biz nimaga erishdik? Bu orqali mana shu sayt bizni kompyuterimizni smartfon yoki planshet deb o'ylayapti. Chunki mana shu rejim yoqib qo'yganimiz uchun. Ana endi ketma-ketlikda qilishimiz mumkin. Mana mishkan strelkasini ham ko'rishingiz mumkin, boshqacha bo'lib qoldi. Mana bu yerda eng so'ngini tanlaymiz, chunki boshqa versiya bizga taklif qilmaydi. Boshqa versiyani ham yuklash yo'llari bor, uni o'rgataman. Demak, bizga agar rus tili kerak bo'lsa, rus tili tasdiqlaymiz. Va shundan so'ng 64 bitli yoki 32 bitli 64 ni bosadigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri fayl sifatida yuklaydi. Hozir bu menga kerak emas, siz agar to'liqligicha yuklab olishingiz mumkin. Ana endi yana bitta ajoyib dastur bor. U orqali biz aynan o'zimizga keraklisini yuklab olishimiz mumkin. Mana bu dasturni kanaldan yuklab olasiz. Bu dasturga kiramiz.
Ko'rganingizdek, dastur o'rnatish talab etilmaydi, shunchaki uni yuklab ishlatishingiz mumkin. Mana bu yerda esa bizga Windows'ni qaysi turini tanlashimiz mumkinligini ko'rsatadi. Keling, Windows 7 yoki Windows 10 deydigan bo'lsak, uni mana bunday oynasi chiqadi hozir obnovleniya bo'lgandan so'ng. Albatta bu dastur ham to yuklab olgunimizga qadar internet bilan ishlashi kerak, internet bo'lishi kerak. Demak, Windows 10 ni o'zimizga keraklisini tanlab olamiz. Boya bizga eng so'nggisini bergan bo'lsa, mana buni, balki bizga mana bu kerakdir. 2004-yildagi may oyidagi update bo'lgani. Home Pro versiyasi kerak. Подтвердить qilamiz. Va bu yerda tilni tanlashimiz mumkin. Russkiy подтвердить qilamiz. Va bizga mana bu manzillarni beradi. Shunchaki to'g'ridan-to'g'ri bosishimiz mumkin, lekin bunda yuklash-yuklamasligi aniq ko'rinmaydi. Shuning uchun mana bu yerdagi, agar sizga 64 lik kerak bo'lsa, sizga 64 lik bosasiz va u saqlab oldi. Brauzerga kiramiz va bironta vkladka ochgan holatda u yerga hozir yuklab olganimizni manzilini shunchaki bosamiz, mana yuklashni boshlaydi. Bunda bu dastur orqali aynan bizga kerakli bo'lgan versiyasini, aynan bizga kerakli bo'lgan Windows topib beradi. Bundan tashqari ofislarni ham shu usulda yoki undan tashqari boshqa dasturlarni ham shu usulda yuklab olishingiz mumkin. Bu dasturning shu jihati menga juda ham yoqdi. Windows original faylini ushbu ko'rsatib o'tilgan usullar orqali yuklab olishingiz mumkin. O'rnatish bo'yicha kanalimizda alohida video kursimiz bor. Windows 7, Windows 10 bo'yicha ularni ko'rib borish orqali Windowsni mustaqil o'rnatishingiz mumkin. Keyingi bundan-da ajoyib, bundan-da qiziqroq, foydali darslarni kuzatib olish uchun kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.